oyijon, xush kelibsizlar ishxonamga. Voy, xotining qassobmidi hali? Zo'ru har kuni uyga go'sht boradi. Bo'g'ib tur, hozir borib so'yib tashlayman. Ey, shirin qo'y, asal. Hayvonlarga mehribonligini bilmasdim lekin. Hozir shuni so'yamiz o'sha. Tugadi ish vaqti ham. Bitta romantika qilib selfie tushaylik-da. Boltaga balo bo'lmaydi. Sen bilan romantika qilib bo'lmaydi. Mana shu joyi shirin-da. O'g'lim, xotiningni olgin, meni qo'rqitiryapti. Xo'roz jonga tegdi deb. Hozir hal qilaman. Boshqa ovozini chiqarmaydi. Bilmagan narsani kesib tashar ekan-ku bu. Qonxo'rcham, bugun nima ovqat yeymiz? Qo'y kalla. 3 oydan biri faqat qo'y kalla, mol kalla, tuyoq. Shularning dastidan qo'shini kuchiga uyimizdan ketmaydigan bo'lib qoldi. Bugun 4 ta qo'y yag'anat kelaman. Shuncha pulni nima qilasan o'zi? Ishonchli kompaniya Iskandar Buildings mezbon loyihasidan hozir yo'q qo'ysa, bitgandan keyin 2 barobar qimmatga sota olaman. Yoki arendaga berib qo'ysa, passiv daromad. Uni ustiga lokatsiyasi ham zo'r. Menga o'xshagan sifatli materiallardan qurishyapti. Odam qizdiradigan go'sht ekan-a? Keliningiz bugun bo'g'u suyibdi. Bo'g'u go'sht ham sizda ommalashibdi-ku. Qo'shni kuchugim ko'rmadinglarmi? Silakda yuruvdi-da, yo'qolib qoldi. Zebo bu meni ham qizdiryapti-da. Bu tochli bo'g'u go'shtimi? Bo'g'u.